Wala tamuddanna aynayk, ko'zingni qaratma deyapti Alloh. Mahzun bo'lasan. Shayton seni uni hayotiga qaratib, o'zing hayotingni ko'rsatib mahzun qiladi. Nazar solsa nima bo'ladi? Birinchi navbatda Allohga norozilik boshlanadi. Nimaga u yaxshi, meniki yomon? Nimaga uni qo'sha hayotda boyliklari bor, menda yo'q? Nimaga unda shu ne'matlar bor, menda yo'q? Ya'ni qarash insonni dunyo hayotda Allohga norozi qiladi. Birinchi muammo. Ikkinchisi, hubbud dunya, dunyoga muhabbatini orttiradi. Bir chiroyli yashab yuradi. Bir go'zal yashab yuradi o'sha kuniga topayotgan 50 ming, 100 ming puliga. Lekin birodarning hayotiga, qo'shnisining hayotiga, qarindoshining hayotiga nazar soldi, tugadi oxiri. Dunyoga muhabbatni ortdida, Alloh azza va jalladan norozi bo'ldida va qalbida nima bo'ldi? Puli ko'paydimi? Yo'q. O'sha bo'ydoq rasmga qarab shahvat qo'zg'ib, lekin hech narsa qila olmagandek, u ham birov hayotiga qarab hech narsa qila olmaydi. Shu xolos, boshqa hech narsa yo'q. Qiynalgani qoladi. Alloh shuni tushuntiryapti. Baribir uni 1 million dollarlik uy saniki bo'lib qolmaydi hech qachon. 2 kun ichida. Uning uchun 100 yillab vaqt sarflaysan. Vaqting yo'q lekin. Ana shu qaramay tur ozgina. Mahzun bo'lmaysan, xafa bo'lmaysan. Va dunyoga muhabbating oshmay turadi. Qiziqqonlashmaysan.